Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Bugungi obzorimiz kichkina YouTube sahifamiz uchun Farg'ona Haval ADM Group rasmiy dillik markazida bo'ladi do'stlar. Manzilimizni boshidan aytib o'tmoqchi edim. Farg'ona shahrida Kichik Halqa yo'li 101-uyda joylashganmiz. Mo'ljalimiz Ko'ksaroy to'yxonasi, hamma biladi, juda ham eski Ko'ksaroy to'yxonasi va Polvon Shashida o'rtasida joylashganmiz do'stlar. Xo'p, sizlar bilan bugun ko'rishishimiz va yangiliklarimiz haqida eslatib o'tmoqchiman. Haval H6 ga birinchi qiziqtirib o'taydi. Rasrochka, hamma kutgan 5% rasrochkamiz ochildi do'stlar. Eng kam boshlang'ich to'lov 30% bilan muddatlarini boshlang'ich to'lovni qancha ko'p qilib bersalaring shuncha uzaytirib beraveramiz. Maksimal muddat 48 oygacha beriladi. Agar avtokredit qilib olaman desalaring, hamma avtomobillarimiz uchun 15% dan boshlang'ich to'lovni olsalaring bo'ladi. Qancha bo'ladi 15% deganlar uchun $3000 bilan ham mashinamizni nomlaringga olib kelsalaring bo'ladi. Bitta Matiz olaymi ekan, yo Haval olaymi ekan desangiz, Matizda bo'lgan Haval chiqarib beraveramiz do'stlar. Xo'p, Haval H6 mizni full pensiyasini ko'rishlaring mumkin. Yangi restyling versiyasida do'stlar, Black Piano zavodskoy juda ko'p mashinalarimizni olib, odamlar 6 million, 7 million evaziga diskalarni qoraytiradi, oynaning chetlarini qoraytirishadi. Bu zavodskoy Black Piano qoraytirilgan paketda bo'ladi. Do'stlar, 1.5 turbina motorligi ham bor va 2 turbina polni privodli to'ralabilan tortadigan motorimiz ham olsalaring bo'ladi. Motorlarimizga keladigan bo'lsak, eng asosiy masalan mashinamizga kerakli, eng qiziq bo'ladigan mijozlarimizga savollardan bittasi Volkswagen Nemetz motoridan qo'yilgan. Haval bilan Volkswagen'da dogovori bo'yicha do'stlar 5 yil yoki 150 ming kilometrgacha garantiyalarni berib o'tiramiz. H6 dan arzonroq, lekin shundagi bor komfort his qilmoqchiman degan mijozlar uchun Haval Julion mashinalarimiz bor do'stlar. Uni ham 3 tadan pensiyasi bor. 279 million 900 dan boshlanadi. Albatta kelsalaring, yana yangi aksiyalarimiz haqida yana ma'lumotni to'liq berib o'tamiz. Bu endi avtosalonimizda bo'ladi. Ikkinchi pensiyasi, uchinchi pensiyasi hamma ranglaridan bor. Xohlagan pozitsiya, xohlagan rang komplektatsiyasida salonimizni ham rangini o'zgartirsalaring bo'ladi. Summada hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Gentrani qorasi qimmat, oq arzon unaqa narsalar bizda yo'q ekan. Xo'p, mashinamizni в целом oladigan bo'lsalaring, bizda hech qanaqa mashinani salonni olib chiqqandan keyin rasxod qilmaysizlar. Ballonlarigacha yumshoq do'stlar, salonlarigacha kojinli salon, umuman rasxod yo'q. Даже kuydirilgan oynalarigacha tonirovka ham qilmaysizlar. Olasizlar, faqatgina haydaysizlar. 5 yil garantiya, 150 ming kilometrgacha garantiyalarni ham urib beramiz. Menga byudjetniroq versiya desalaring do'stlar, Tracker olmoqchi edim. Tracker qattiqligini eshitdim. Tracker bo'lmaydi desalaring, Haval M6. Haval M6miz ham nalichida bor do'stlar. U ham 3 ta pensiyadan iborat. 249 million 900 ming so'mdan boshlanadi do'stlar. Eng full pensiyasi ham Trackerda eng full pensiyasidan ancha arzon, lekin undan katta, yumshoq, aqlli mashina olasizlar do'stlar. Ukajon, men derski mashinalarni eshitib yaxshi ko'raman. Katta darov bo'lsin desalaring, Haval H9 modelimiz bor do'stlar. Endi bu вообще отдельный dunyo. Titanic, biz endi hazil qilib aytamiz, Titanic 7 o'rindiq mashina so'raganlar uchun, пожалуйста, Haval H9 modelimiz. Haqiqiy off-road rama kuzovli mashinalarimizdan bittasi do'stlar. Bunaqa mashinalarni endi solishtiradigan bo'lsak, Toyota Land Cruiser 300 ga yoki 200 ga, Mitsubishi Pajero yoki Tahoe olaman degan odamlarga salonda 100 mingdan oshiq ekan undan narxi desalaring, ko'rishlaring mumkin. 534 million 900 ming so'mdan mashinamizning narxi boshlanadi. Ikkita pensiyadan iborat do'stlar. Buni sal kichikroq bo'lsin, bir 100 million, 150 million arzonroq bo'lsin desalaring, пожалуйста, Haval Dargo mashinamiz ham bor do'stlar. Aynan shunaqa dizaynda, buni shu imенно shunga o'xshab turib 2 litrli turbina motorda do'stlar va bu ham off-road polnopриводный, umuman yo'l tanlamas mashinamizdan bittasi. Haval Wingle 7miz ham bor do'stlar. Pick-up mashinani yaxshi ko'radiganlar uchun endi ko'chada endi uni obzorini xudo xolasa blogerlarimiz chiroyli qilib o'zlari qo'yib o'tadilar. Uni ham olsalar ham bo'ladi. 1 tonnagacha umuman o'ylanmasdan mashinani yuk ko'tarib yurishi mumkin bo'ladi. 2.4 motorda bo'ladi do'stlar. Xo'p, aytganimizdek, hamma avtomobillarimiz uchun shart-sharoitlar juda ham yaxshi. Yangi yil aksiyamizdan foydalanib, yangiliklardan avtosalonimizga yana to'liq ma'lumot uchun kelsalaring, bepul test drive'larimizdan foydalanib, 1000 marta eshitib, bir marta his qilib ko'rib, mashinalarimizni xarid qilsalaring bo'ladi. Hammalarni kutib qolamiz.